Assalomu alaykum azizlar, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Sog' omonmisizlar? Azizlar, bugungi video murojaatim Shukrullo domlaga bo'ladi. Men Shukrullo domlani, Solixon domlani hurmat qilardim. Lekin bir ikkita ma'ruzalarni o'qib hayron bo'lib qoldim-da. Bu temada murojaat qilmoqchi emasdim, lekin Shukrullo domlaning bir nimalarni eshitib murojaat qilishga qaror qildim. Mana shu murojaatni bir eshitib ko'raylik. Keyin men fikrimni bildiraman, Shukrullo domlaga savol beraman. Bu musulmon degani rabochi bo'lib, ishchi bo'lib, birovni iymonsizli firmasi borib molini boqib, tagini tortib, bitta bola 30 kirib qolgan bola internetda maqtanyapti. Mana men deydi, dashada yuribman deydi, bitta xazayinli deydi, itini boqaman deydi, bo'ldi deydi, bir haftada bir keladi, men bir hafta it boqib, oylik olib yuraman, maqtanyapti, chumo. Chinnimisan sen, chinni sen millatni asra, birovni itini boqib maqtanasanmi sen? Bitta yotaman, yo'q qo'yib yotibdi, mana shu bir hafta yotaman, cho'tki, ruscha bitta ikkita so'zlarni yodlab olibdilar. Qo'shib gapirib, xazayin shanbiga keladi, qolgan payt itini boqaman, itini ko'rsatib maqtanyapti. Bu tupoyda, bu tupoy. Qolgan millat ko'rib nima deydi? Xarib deydi, it boqishga qoladi deydi. Biz o'tmishimiz kim edi? Amir Temur bo'yni naqadini o'tkazib olgan. Osmonda yulduzga qarab og'zini ochib, burnini artalmayotgan paytda Ulug'bek bobomiz osmonda xaritasini chizib qo'ygan. Ibn Sinolar meditsinada nomeradin bo'lgan. Taroniylar matematikada, iqtisodda lider bo'lgan. Imom Buxoriy hadis ilmida sultoni bo'lgan. Bugun nima bo'lyapti bolalar? Umri televizor, internetda katta bo'lgan bola nima bo'ladi? 13, 15, 17, 20 gado bo'ladi, qul bo'ladi, xor bo'ladi. Dunyoda musulmon xor bo'lib yashashadimi? Bu musulmon. Azizlar, mana eshitdingizlar Shukrullo domlaning gaplarini. Shukrullo domla o'zlaricha jinni, chumo, tupoy, xarib deb birovni haqorat qilyaptilar. Men tushunmadim. Shukrullo domla birovni itini boqib maqtanyapti. Bu jinni, chumo, tupoy, xarib deyapti-da. Hurmatli Shukrullo domla, siz birovni haqorat qilgani uyalmaysizmi? Birovni g'iybatini qilgani uyalmaysizmi? Siz 5 vaqt namoz o'qiysiz, 5 mahal namoz o'qiysiz. To'g'rimi? Hay, bizlar bilmasligimiz mumkin. Namoz o'qimaydiganlar bilmasligi mumkin. Siz bilasizmi bu narsani? Birovni g'iybat qilish, birovni haqorat qilish, bu dunyoda bo'lmasa ham u dunyoda jazosini bilasiz-ku. Siz nima uchun haqorat qilyapsiz? Sizda nima haqqingiz bor? Kim sizga vakolat bergan? Jinni, tupoy, chumo deb haqorat qilishga. Shuni o'ylayapsizmi? Millatni asradingiz. Siz qanday asrayapsiz millatni? Shukrullo domla, o'zingizdan ketmang. Siz aytyapsiz, 4 ta ruscha so'zni o'rganib olib, qo'shib gapiryapti, deyapsiz. O'zingizchi? O'zingiz nimani obod qilyapsiz? Nakalini qo'yib, Lyuboyni, nomeradin, bu ruscha emasmi? Ha, o'ylab gapiryapsizmi? Siz o'zingiz shunday bir ish qilingki, sizga o'rnak bo'lsin. Sizdan ibrat olsin, sizni o'rnak bilib ibrat olsin. O'zbek millatini yerga urayotgan kim aslida? Siz. Internetga yopishib olgan deyapsiz bolalarni. Bu bolalar kim bo'larmish? Gado bo'larmish, qul bo'larmish, xor bo'larmish. Baraka topgan, sizni internetda qilayotgan ma'ruzalaringizni eshityapti. Eshitib sizga like bosyapti. Yashang to'g'ri deb komment yozyapti. Shuni bilasizmi?
siz ja avliyo bo'lsangiz, dono bo'lsangiz, avliyo bo'lsangiz, xatmga borib turib stavkangizda pul olasiz. Bilasizmi? Kimni xatmidan pul olasiz? O'sha musulmon xalqining xatmidan pul olasiz. Borib xatmni chala o'qiysiz, kerak bo'lsa. Siz va sizga o'xshagan chala mullalar mana bunaqa ig'volarni qiladi-da, borib xatmni chala o'qib pulini olib keladi. O'sha pul qayerdan kelyapti? O'sha it boqib jo'natyapti pulni. Cho'chqani tagini tozalab pulni jo'natyapti. U halol mehnat qilib, mana peshona ter bilan topyapti o'sha pulni. Siz o'sha pulni borib xatmini o'qib olishni bilasiz-ku. Nimaga? Bu itni boqib yuborgan, bu cho'chqani tagini tozalagan, bu pul harom deb olmay ketgan joyingiz bo'lganmi? $100, $200 stavka olasiz. Bitta chala o'qigan xatmingiz uchun. To'g'rimi? Sizdan boyi yo'q. Endi chet elda yurgan musofirlarga navbat o'tdingizmi? Damaschilarni-ku aytmay qo'yaveray. Yosh bola gazingizni berdi. Bilasizmi shuni? Tayoq yeganlaringiz esingizdan chiqdimi? Siz o'zi kimsiz? Xudomisiz, avliyomisiz? Siz bunday qilib ma'ruza o'qib, o'zbek millatini bunday qilib turib, yomonotlik qilib ommaga chiqargandan ko'ra mana bu vazir, senatdagi mutasaddi rahbarlarga ma'ruza o'qing. Nafaqaxo'rlar nafaqaga chiqib ketsin. Korrupsiya yo'qolsin, poraxo'rlik yo'qolsin. Siz din ilmining avliyosizku, nimaga o'rgatmaysiz? Nimaga korrupsiya haqida gapirmaysiz? Nimaga poraxo'rlik haqida gapirmaysiz? Nima uchun vazirlikdagi vazirlarga, senatdagilarga gapira olmaysiz? Chunki kuningizni ko'rsatadi. Yo'qib ketasiz. Qo'rqasiz. Qo'rqoqsiz. Siz va sizga o'xshagan chalamullalar. Solixon domla chiquvdilar. Xorazmlik ayollar aroq ichayapti. Bozorda nos chekib, og'zini saslab yuribdi deb. Hali ham rahmat Furqat Ro'zimetovga. Chiroyligina gapirib qo'ydi. Siz nos chekmaganmisiz ikkovingiz ham? Aroq ichmaganmisizlar? Buni qara. Yodingizdan chiqmasin. Mullalarning aksariyat ko'pchiligi chala mullalar hammasi vaqtida aroq ichib, ariqlarda dumalab, rasvoy raddisi chiqib, endi mulla bo'lib oldi. Masjidga borib namoz o'qiydi, nomiga borib kontra o'ynab o'tiradi emas, mana bunday qilib kontra o'ynaydi. Men ko'zim bilan ko'rganim uchun aytaman. Eshitib aytmayman men. Men qo'rqmasdan aytaman yana. Sizni chumo deyishga, tupoy deyishga haqqingiz yo'q. Shu Rossiyada, chet mamlakatda it boqqan bola shuni eshitib turib, sizni sudga bersa, u haqli. Chunki siz uni haqorat qilyapsiz, javob berasiz. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks bo'yicha. Lekin nima deysiz? Uni terpila deysiz. Bu yerda terpila kim? Umi sizmi? Siz terpilasiz. Chunki uni shaxsiyatiga tegyapsiz. Siz O'zbekistondan ishtov bering. Ular borib chet elda, o'sha Rossiyada, Amerikada, boshqada it boqmaydi, cho'chqan tagini tozalamaydi, bilasizmi? Siz to'rttagina surani chala yodlab olgan qoribachchasiz. Hech kim emassiz. Lekin imom bo'lib olgansiz o'zingizcha. Bunday leksiya o'qiysiz. Men ko'ray, o'sha Rossiyaga borayotganlarda muhtoj bo'ling. Pulingiz qolmasin. Oilangizni boqolmang. Ular-ku it boqib, cho'chqa boqibdi. Cho'chqan tagini tozalabdi. Siz borib, ularning tualetini tozalaysiz kerak bo'lsa. Pul uchun. Men ko'raychi, xatmga borib pul olmang qani? Bir kambag'alning xatmidan
Qani sizni uyqu yetadimi? Minib yurgan moshinangiz allambalo. Topgan pulingiz shu bugun 5 ta xatm o'qisangiz $500 topasiz. 5 million. Bir oyga necha pul bo'ladi? Soliq to'layapsizmi o'sha topgan pulingizdan? To'lamayapsiz. Chunki siz mutasaddi rahbarlarni, vazir senatdagilarni, pensionerlarni, poraxo'rlarni gapira olmaysiz. Sababi o'zingiz muttahamsiz. O'zingiz soliq to'lamayapsiz davlatga. Agar mani gapim malol kelsa, yana aytaman. 93lik 299 75 59. 93lik 953 99 88 telefon qiling. Gaplashaman. Ommaga chiqib menga qarshi chiqish qiling. Men sizdan savol javob qilaman. Oldimga keling. 3 ta 4 ta savol beraman, javob bera olmaysiz. Men sizga ishonch bilan aytaman. Oddiy savol beraman. Mana shu sizda o'qiyotgan namozingiz, masjidga borishingiz, toat ibodatingiz yuzasidan 3 ta 4 ta savol beraman. Ko'p emas. Javob bera olmaysiz. Men sizga ishonch bilan aytaman. Xohlasangiz birga efirga chiqib savol beraman, javob bering. Bunday qilib millatni yomonlab, chetda ishlayotgan hamyurtlarimizni yomonlab, bunday qilib chiqish qilmang. Bu sizga yarashmaydi. Shuni bilasizmi? Yodingizdan chiqmasin. Siz xatimga borib olayotgan dollarlaringizni bor-ku, hammasini o'shalar kirgizyapti O'zbekistonga. O'zbekistonni chet el valyutasi bilan ta'minlayapti. Shuni bilasizmi siz? Siz nima qilyapsiz? Tekinxo'rlikdan boshqa narsa emas sizniki. Yodingizdan chiqmasin. Hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, o'zbek millati vakillari, millatimizni asraylik. Mana bu Shukurlo domla, Solixon domlaga nisbatan fikrlaringizni kommentariyada bildirib qo'yinglar. Men ommaga olib chiqaman. Men qo'rqmayman bulardan. Chunki qo'rqadigan yoshli ham emasman, qo'rqadigan ish ham qilganim yo'q. Bular savol javob qila olmaydi men bilan kerak bo'lsa. Men yana aytaman. Kommentariyada fikrlaringizni kutib qolaman. Tarqatingizlar. Yuqori darajada tarqatingizlar. Maksimal darajada rus tilida. Shu domlalarga yetib borsin. Men bilan bog'lansin, savol javob qilsin. Ko'ramiz. E'tirozi bo'lsa bildirsin. Xalqni, millatni bunday qilib yomonotlik qilmasin. Sizlarga sog'lik, salomatlik. Yana efirda sog'-omon ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.